avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'ladi, pensiyalar oshiriladi degan xabarni ko'rgan ko'pchilik bir savolni bermoqda. Mening pensiyam ham oshadimi yoki yo'qmi? Bugun men aynan shu masalani juda aniq tushuntirib beraman. Kimning pensiyasi oshadi, kimning pensiyasi oshirilmasligi mumkin, qaysi holatlarda odamlar yanglish kutib qoladi va pensiya miqdorini tekshirtirish uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki pensiya masalasida bitta noaniqlik ham oyma-oy pulingizga ta'sir qiladi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini oddiy tilda tushuntiraman. Indeksatsiya bu pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlarning narx-navoning o'sishi, yashash xarajatlarining ko'payishi yoki davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash siyosatiga moslab qayta oshirish degani. Ya'ni davlat pensiyaning bazaviy miqdorlarini yoki hisoblashda qo'llanadigan asosiy ko'rsatkichlarni oshirsa, ko'p pensionerlarning oylik pensiya summasi ham avtomatik ravishda ko'tariladi. Lekin odamlar orasida eng katta xato shuki, pensiya oshadi. Pensiya oshadi degan gapni eshitishi bilan hamma bir xil foizda, hamma bir xil summaga oshadi deb o'ylaydi. Amalda bunday emas. Kimdadir pensiya 8 ming so'mga oshishi mumkin, kimdadir 1 ming so'mga. Kimdadir esa umuman sezilarli o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Buning sababi pensiya turiga, ish stajiga, oldingi ish haqi ma'lumotlariga, qo'shimcha ustamalarga, eng kam pensiya miqdoriga yetkazib berilgan yoki individual hisoblangan pensiya ekaniga bog'liq. Oldin ham pensiyalar oshirilganda odamlar ikki xil vaziyatga duch kelgan. Birinchi toifa, pensiyasi qonuniy formula bo'yicha hisoblangan va oshirish koeffitsiyenti ularga bevosita qo'llanadigan pensionerlar, ularda o'zgarish ko'rinadi. Ikkinchi toifa esa pensiyasi minimal kafolatlangan darajaga yetkazib berilgan, nafaqa turida to'lov olayotgan, hujjatlarida muammo bor yoki pensiyasi yaqinda tayinlangan shaxslar. Ularda oshish boshqacha hisoblanadi yoki ayrim holatda umuman oshmagandek ko'rinadi. Endi avgustdagi indeksatsiya bo'yicha eng muhim savolga o'tamiz. Kimning pensiyasi oshirilmaydi yoki kutilgandek oshmaydi? Birinchi navbatda yoshga doir mehnat pensiyasi olayotgan ko'pchilik fuqarolarning pensiyasi oshirilishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz rasmiy ravishda yoshga doir pensiya sifatida tayinlangan bo'lsa, ish stajingiz hisobga olingan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz asosida pensiya hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya sizga ta'sir qilishi ehtimoli yuqori. Masalan, bir pensioner 32 yil ish stajiga ega, pensiyasi 1,7 million so'm bo'lgan. Agar tegishli ko'rsatkich oshirilsa, uning pensiyasi ham yangi hisob-kitobga muvofiq ko'tariladi. Lekin oshish aynan hammaniki 10% oshadi degan tarzda emas, balki amaldagi pensiya tarkibiga qarab chiqadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar. Bu yerda ham farq bor. Agar nogironlik pensiyasi mehnat staji va ish haqi asosida tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya qo'llanishi mumkin. Keyin sog'lig'i sabab nogironlik pensiyasiga chiqqan bo'lsa, uning pensiyasi mehnat pensiyasi tizimi ichida hisoblangan bo'ladi. Bunday holatda oshirish unga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ammo agar fuqaro pensiya emas, balki ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsa, bu alohida masala. Ijtimoiy nafaqa pensiya bilan bir xil narsa emas. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Masalan, oilada ota vafot etgan, ona 2 nafar voyaga yetmagan farzand uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olmoqda. Bu pensiya marhumning ish staji va huquqlariga qarab tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya tartibi qo'llanishi mumkin. Lekin oiladagi oluvchilar soni, har bir bola uchun ulush, minimal kafolatlangan miqdor kabi omillar hisob-kitobga ta'sir qiladi. Shuning uchun bir oilada to'lov 7 ming so'mga oshsa, boshqa oilada 6 ming so'mga oshishi mumkin. Birinchi holat, siz hali pensiya oluvchi sifatida to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lsangiz. Masalan, hujjat topshirgansiz, lekin pensiya tayinlash qarori avgustdan keyin chiqadi. Bunday vaziyatda siz avgustdagi oshirishni alohida ustiga qo'shiladigan pul sifatida olmaysiz. Sizga pensiya tayinlanayotganda amaldagi yangi miqdorlar bo'yicha hisoblanishi kerak. Ya'ni odam menga indeksatsiya puli alohida kelmadi deb o'ylaydi. Aslida uning pensiyasi boshdan yangilangan ko'rsatkichlar bilan hisoblangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotgan shaxslar. Masalan,
ish staji yetarli bo'lmagan keksalar, ayrim nogironlik nafaqasi oluvchilar yoki belgilangan ijtimoiy yordam turlari bo'yicha pul olayotgan fuqarolar o'zini pensioner deb ataydi. Kundalik hayotda bu tushunarli. Lekin huquqiy jihatdan pensiya va nafaqa boshqa toifa. Agar qarorda faqat pensiyalar indeksatsiya qilinadi deyilgan bo'lsa, nafaqalar alohida tartibda oshiriladi yoki umuman boshqa sanadan o'zgaradi. Shu sababli nafaqa olayotgan odam avgustda pensiyachilarnikidek o'shish kutib, keyin hafsalasi pir bo'lishi mumkin. 3-holat pensiyasi allaqachon eng kam miqdorga yetkazib berilgan fuqarolar. Buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, odamning ish staji kam, ish haqi ham past bo'lgan. Formula bo'yicha uning pensiyasi 20 ming so'm chiqadi. Lekin davlat pensioner bundan kam olmasin deb minimal kafolatlangan miqdorgacha, masalan 750 ming so'mgacha yetkazib qo'ygan. Endi indeksatsiya bo'lganda ham asosiy formula bo'yicha hisoblangan qism o'sishi mumkin. Lekin u baribir minimal chegaradan pastda qolsa, odamning qo'liga tegadigan summa o'zgarmasligi yoki juda kam o'zgarishi mumkin. U mening pensiyam oshmadi deydi. Aslida ichki hisob o'zgargan, lekin to'lanadigan kafolatlangan summa bilan farq yopilib qolgan bo'ladi. 4-holat. Pensiyadan ushlab qolishlar bor bo'lsa, ba'zi fuqarolarda aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday paytda pensiya hisobda oshadi. Lekin kartaga tushgan pul avvalgidek yoki kamroq ko'rinadi. Masalan, pensioner 20 million 200 ming so'm olardi. Indeksatsiyadan keyin hisoblangan pensiya 20 million 320 ming so'm bo'ldi. Lekin undan har oy 200 ming so'm ushlab qolinayotgan bo'lsa, kartaga 20 million 120 ming so'm tushadi. Odam nega oshmadi deb o'ylaydi. Demak, faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa qilmaslik kerak. Hisoblangan pensiya va ushlab qolingan summa alohida tekshirilishi kerak. 5-holat bank kartasi yoki to'lov pulidagi kechikishlar. Ayrimlar avgust oyida pul bir xil tushsa, darhol meni indeksatsiyadan chiqarib qo'yishdi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda qayta hisob-kitob, texnik yuklama, to'lov vedomosti shakllanishi yoki bank orqali o'tish sababli ayrim farqlar keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Bu har doim shunday bo'ladi degani emas, lekin tekshirmasdan xulosa chiqarish noto'g'ri. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz rasmiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasida ma'lumotlaringiz bazada mavjud bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, hisobingizda majburiy ushlab qolish bo'lmasa, odatda indeksatsiya sizga avtomatik qo'llanadi. Siz alohida ariza yozib, pensiyamni oshiring deb borishingiz shart bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men har bir pensionerga yangi tushgan summani tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xatolar ko'pincha aynan hujjat, staj, ish haqi yoki to'lov turini noto'g'ri tushunishdan kelib chiqadi. Birinchi nozik nuqta, pensiya oshishi bilan ustamalar ham bir xil oshadi deb o'ylash. Har bir ustama avtomatik bir xil foizda oshavermaydi. Masalan, ba'zi ustamalar bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zilari qat'iy summa sifatida belgilangan bo'lishi mumkin. Ba'zilari esa alohida hujjat asosida beriladi. Shuning uchun umumiy pensiya tarkibida asosiy pensiya, qo'shimcha to'lov, ustama va kompensatsiya bo'lsa, ularning har biri alohida tartibda o'zgaradi. Ikkinchi nozik nuqta ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ba'zi odamlar men ishlayapman, demak pensiyam oshirilmaydi deb xavotir oladi. Ayrim davrlarda ishlayotgan pensionerlarga to'lov tartibi boshqacha bo'lgan. Shuning uchun eski tasavvurlar saqlanib qolgan. Amaldagi tartibni aniq bilish kerak. Agar qonunchilikda ishlayotgan pensionerlar uchun cheklov belgilanmagan bo'lsa, indeksatsiya ularga ham qo'llanishi mumkin. Lekin ish joyidan ma'lumot, daromad qayta hisoblash uchun staj qo'shilish kabi masalalar alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'zini avtomatik ravishda oshirilmaydiganlar qatoriga qo'shib qo'ymasligi kerak. 3-nozik nuqta. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, fuqaro iyul oyida pensiyaga chiqdi. Avgustda indeksatsiya bo'ldi. U mening pensiyam ham yana oshishi kerak deb kutadi. Agar unga pensiya eski ko'rsatkichlar bo'yicha tayinlangan bo'lsa, qayta hisob bo'lishi kerak. Agar tayinlash jarayoni avgustdagi yangi ko'rsatkichlar kuchga kirganidan keyin yakunlangan bo'lsa, pensiya boshidan yangi miqdorlar asosida chiqarilgan bo'lishi mumkin. Bu farqni faqat pensiya tayinlash varaqasi yoki pensiya jamg'armasi hisob-kitobidan bilish mumkin. 4-nozik nuqta. Bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov olayotganlar. Masalan, odam pensiya bilan birga parvarish nafaqasi,
kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov olishi mumkin. Kartaga tushgan umumiy pul ko'paygan yoki kamaygan bo'lsa, qaysi qismi pensiya, qaysi qismi boshqa to'lov ekanini ajratish kerak. Aks holda odam noto'g'ri xulosa qiladi. Men ko'p ko'rgan holat, fuqaro pensiyasi oshganini sezmaydi. Chunki boshqa bir to'lov vaqtincha to'xtagan yoki alohida sanada tushgan bo'ladi. 5-nozik nuqta: hujjatdagi staj to'liq kiritilmagan bo'lishi. Pensiya indeksatsiyasi mavjud pensiya summasiga qo'llanadi. Lekin agar pensiya avvaldan noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya ham noto'g'ri baza ustiga qo'llanadi. Masalan, ayol 27 yil ishlagan, lekin arxivdagi ma'lumot topilmagani uchun faqat 21 yil staj hisobga olingan. Uning pensiyasi past tayinlangan. Avgustda pensiya oshsa ham, u baribir to'liq haqli summasini olmayotgan bo'lishi mumkin. Bunday odam uchun asosiy masala faqat indeksatsiya emas, balki avvalgi pensiya hisobini qayta tekshirtirishdir. 6-nozik nuqta: ish haqi ma'lumotlaridagi xatolar. Sobiq korxona yopilgan, arxiv hujjati yo'qolgan, ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri berilgan yoki ma'lum yillar bo'yicha maosh juda past ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblashda ish haqi muhim rol o'ynagan holatlarda bu pensionerning umumiy summasiga jiddiy ta'sir qiladi. Indeksatsiya esa faqat mavjud hisob-kitobni yangilaydi, lekin yo'qolgan maosh ma'lumotini o'zi topib bermaydi. Shu sababli men har doim aytaman, pensiyangiz oshdimi, oshmadimi? Eng avvalo hisob-kitobingiz to'g'ri tuzilganmi? Shuni biling. 7-nozik nuqta: pensiyani boshqa hududga ko'chirish. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa, pensiya ishi ko'chiriladi. Shu jarayonda vaqtinchalik kechikish yoki qayta tekshiruv bo'lishi mumkin. Avgustdagi indeksatsiya davrida bunday ko'chishlar bo'lsa, pul tushida savollar paydo bo'ladi. Bunda vahima qilmasdan, avval yangi yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishi qayerdaligini va qaysi summa hisoblanganini aniqlash kerak. 8-nozik nuqta: qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov. Ba'zan pensionerga oldin ortiqcha pul to'lab yuborilgan bo'ladi. Keyin bu summa oyma-oy ushlab qolinadi. Indeksatsiya bo'lsa ham qo'lga tegadan pul kutilganda ko'paymaydi. Bunday holatda pensioner meni jazolashyapti deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida tizim avvalgi ortiqcha to'lovni yopayotgan bo'ladi. Albatta bunday ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Sizdan nima uchun pul ushlab qolinayotganini yozma ravishda tushuntirib berishlarini talab qilishga haqlisiz. Birinchi misol: Abdulla aka 68 yoshda 35 yil ish stajiga ega, yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 1 million 800 ming so'm bo'lgan. Avgustda indeksatsiya qo'llangach, pensiyasi 2 million 900 ming so'mga chiqdi. Bu yerda hammasi oddiy. Pensiya mehnat pensiyasi, staj bor, hisob-kitob bazasi bor. Oshirish avtomatik qo'llangan. Ikkinchi misol: Halima opa 62 yoshda ish staji yetarli emas, u minimal darajaga yaqin ijtimoiy to'lov oladi. U televizorda pensiyalar oshadi degan xabarni ko'rib, o'z to'lovi ham sezilarli ko'payadi deb kutdi. Lekin kartaga tushgan pul deyarli o'zgarmadi. Sababi uning olayotgan to'lov pensiya emas, ijtimoiy nafaqa turiga yaqin bo'lishi yoki alohida tartibda belgilangan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda u nima uchun menga bermadi deb og'zaki so'rash bilan cheklanmasdan to'lov turi nomini aniqlash kerak. 3-misol: Ravshan aka 1 million 100 ming so'm pensiya olardi. Lekin sud qarori bo'yicha har oy 260 ming so'm ushlab qo'linadi. Indeksatsiyadan keyin pensiyasi 1 million 230 ming so'm bo'ldi. Lekin kartaga 980 ming so'm tushdi. U avvalgidan ham kam tushdi deb o'ylashi mumkin. Chunki ushlab qolish sanasi yoki boshqa qarzdorlik bilan farq paydo bo'lgan. Bunday holatda bank SMSiga emas, pensiya hisob varaqasiga qarash kerak. 4-misol: Dilbar opa yil oxirida pensiyaga hujjat topshirdi. Pensiya qarori avgust o'rtasida chiqdi. U avgustdagi indeksatsiya bo'yicha alohida qo'shimcha pul kutdi. Lekin unga tayinlangan pensiya allaqachon yangi ko'rsatkichlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Bu yerda savol oshirilmadimi? Emas, qaysi ko'rsatkich bilan tayinlandi bo'ladi. 5-misol: Sobir aka 1 yil ishlagan, lekin arxivda 7 yil ish staji tasdiqlanmagan. Pensiyasi past chiqdi. Avgustda oshirish bo'ldi, lekin u baribir qo'shnisidan ancha kam oladi. Bu yerda muammo indeksatsiyada emas, staj tasdiqlanmaganida. U arxiv sobiq korxona hujjatlari, mehnat daftarchasi, buyruqlar, maosh qaydnomalari orqali stajni tiklashga harakat qilish kerak. Birinchi qadam: kartaga tushgan summani yozib oling. Iyul oyida qancha tushgan, avgust oyida qancha tushgan, sentyabrda qancha tushdi.
barchasini alohida yozing. Faqat taxmin qilmang. Bank SMS'lari, mobil ilova tarixi yoki bankdan olingan ko'chirma orqali aniq summa ko'ring. Chunki odamlar ko'pincha taxminan shuncha edi deb adashadi. Ikkinchi qadam, to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu savol juda muhim. Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan, davlat xizmatlari orqali yoki rasmiy hujjatingizdan bilishingiz mumkin. Agar hujjatda nafaqa deb turgan bo'lsa, pensiya indeksatsiyasi haqidagi xabar sizga aynan bir xil qo'llanadi deb o'ylamang. Uchinchi qadam, hisoblangan pensiya va qo'lga tushgan pulni ajrating. Pensiya jamg'armasidan menga avgust oyidan boshlab hisoblangan pensiya miqdori qancha ushlab qolishlar bo'lsa nima asosda deb so'rang. Bu savolni og'zaki emas, imkon qadar yozma shaklda berish foydali. Chunki yozma murojaatga aniq javob berilishi kerak. 4-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar bo'lishi mumkin. Hammasini bir papkaga yig'ib qo'ying. Ayniqsa eski yillardagi ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 5-qadam, agar pensiyangiz oshmagan deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori avgust oyidagi indeksatsiyadan keyin qayta hisoblanmaganini, pensiyam tarkibidagi asosiy qism, ustamalar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shu jumla yetarli darajada aniq. Siz nega menga pul bermadinglar deb umumiy yozsangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq savol, aniq javob olishga yordam beradi. 6-qadam, agar stajingiz hisobga olinmagan bo'lsa, uni tiklashga kirishing. Sobiq ish joyingiz mavjud bo'lsa, u yerdan ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin noaniq bo'lsa, qo'shimcha buyruq nusxasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan sud orqali mehnat stajini tasdiqlashga to'g'ri keladi. Bu jarayon vaqt oladi. Lekin pensiya oyma-oy to'lanadigan pul bo'lgani uchun har bir tasdiqlangan yil kelajakdagi daromadingizga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam, ortiqcha ushlab qolish bo'lsa, asosini talab qiling. Sizdan qancha ushlab qolinmoqda? Qachondan beri? Umumiy qarzdorlik qancha? Qaysi qaror yoki hujjat asosida ushlanyapti? Bularni bilishga haqlisiz. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, shikoyat qilish mumkin. Avval pensiya jamg'armasiga, keyin yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda boshqa idoralarga murojaat qilinadi. 8-qadam, qo'shnilarning pensiyasiga qarab o'zingiznikini baholamang. Bu juda keng tarqalgan xato. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin staji, maoshi, kasbiy imtiyozi, nogironlik guruhi, ustamasi, oilaviy holati, pensiya tayinlangan sanasi boshqa bo'ladi. Shuning uchun qo'shnimga 200 ming qo'shildi, menga taqaman ming qo'shildi, demak meni aldashdi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. To'g'ri yo'l o'zingizning pensiya hisobingizni tekshirtirish. 9-qadam, rasmiy xabarlarga tayaning. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi falon summaga oshadi. Avgustda hamma qo'shimcha pul oladi. Kim murojaat qilmasa pul bermaydi degan gaplar ko'p tarqaladi. Bunday xabarlarga darhol ishonmang. Pensiya masalasida prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi va rasmiy davlat organlari izohlari asos bo'ladi. Og'zaki gap bilan huquq talab qilib bo'lmaydi. Endi mavzuning eng asosiy savolini bir joyga jamlayman. Avgustdagi pensiya indeksatsiyasida quyidagi holatlarda pensiya oshirilmasligi yoki kutilgandek oshmasligi mumkin. Siz pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz yangi ko'rsatkichlar bilan endigina tayinlangan bo'lsa, pensiyangiz minimal kafolatlangan miqdorga yetkazib berilgan bo'lib, ichki hisobdagi oshish qo'lga tegadigan summani o'zgartirmasa, pensiyangizdan majburiy ushlab qolishlar bo'lsa, hujjatlaringizda staj yoki ish haqi bo'yicha kamchilik bo'lsa, pensiya ishingiz boshqa hududga ko'chirilayotgan bo'lsa, yoki siz olayotgan to'lov turi indeksatsiya qilinadigan pensiyalar ro'yxatiga kirmasa, lekin men alohida urg'u beraman, oshmadi degan xulosaga kelishdan oldin aniq ma'lumot oling. Chunki ba'zan pensiya hisobda oshadi, lekin ushlab qolish sababli qo'lga kamroq tegadi. Ba'zan indeksatsiya alohida pul bo'lib ko'rinmaydi. Chunki pensiya boshdan yangi miqdorda tayinlangan bo'ladi.
Ba'zan esa haqiqatdan ham xato bo'ladi va fuqaro murojaat qilmasa, bu xato uzoq vaqt davom etib ketadi. Bugungi mavzuda eng muhim fikr shuki, avgustdagi pensiya indeksatsiyasi hamma uchun bir xil natija bermaydi. Pensiyaning o'sishi sizning to'lov turingizga, pensiya hisobingizga, stajingizga, hujjatlaringizga, ustamalarga va ushlab qo'lishlarga bog'liq. Shuning uchun har bir pensioner o'z summasini alohida tekshirish kerak. Agar sizning pensiyangiz oshmagan bo'lsa yoki juda kam oshgan bo'lsa, vahma qilinmang. Lekin befarq ham bo'lmang. Kartaga tushgan pulni tekshiring. To'lov turini aniqlang. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitobni yozma so'rang. Hujjatlaringizni yig'ing va kerak bo'lsa qayta hisoblashni talab qiling. Pensiya bu bir martalik yordam emas, har oy olinadigan daromad. Shuning uchun undagi har bir xato uzoq muddatda katta pulga aylanishi mumkin. Sizda avgustdagi pensiya oshishi bo'yicha qanday holat bo'ldi? Pensiyangiz oshdimi? Oshmagan bo'lsa qancha kutgan edingiz va qancha tushdi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga ham yuboring.